Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani tog' yonbag'irlarida sharros yomg'ir yog'ishiga qaramay, veloshosse bo'yicha 39-Osiyo chempionatining musobaqalari qizg'in davom etmoqda. 24-aprel ikkinchi kun bahslari. Dastlab 20 yoshgacha bo'lgan qizlar time trial yo'nalishida kuch sinashishdi. Ishtirokchilar 20 kilometr masofani bosib o'tishlari lozim edi. Bahor fasliga xos o'zgaruvchan ob-havo injiqliklariga qaramay, sportchilar marra tomon yo'l oldilar. Bu yo'nalishdagi eng yaxshi ko'rsatkichni qozog'istonlik sportchi Ulyana Sukharebnik qayd etib, oltin medalni qo'lga kiritgan. G'olibga bor yo'g'i 6 soniya yutqazgan hamyurtimiz Yanina Kuskova esa kunning ikkinchi natijasi va kumush medalni qo'lga kiritdi. 3-o'rin esa Gonkongdan tashrif buyurgan sportchiga nasib etgan. Kumush medal sohibiga aylangan hamyurtimiz O'zbekiston terma jamoasiga mazkur Osiyo chempionatidagi ilk medalni olib kelganini qo'shimcha qilish lozim. Men bu chempionatga uzoq tayyorgarlik ko'rdim. Tayyorgarlik jarayoni qanday kechdi? Biz Koreya Respublikasida yig'in o'tkazdik, shuningdek, vatanimizda. Yaqin vaqt ichidagi rejalaringiz? Bizni oldinda guruh poygalari kutmoqda. Bu bahslarda ham kuchli uchlikka kirishimiz kerak. Kun davomidagi navbatdagi velopoygalar erkaklar o'rtasida individual time trial junior yo'nalishi bo'lib, bu 30 kilometr masofada o'tkazildi. Bu safar shosseda Yaponiya va Gonkong kabi velosporti yaxshi rivojlangan mamlakat vakillari medal uchun kurash olib borishgan bo'lsa-da, yakunda ulardan birortasi sovrinli o'rinlarni egallay olmadi. 9-bo'lib start olgan vatandoshimiz Behzodbek Rahimboyev esa yakunda 3-ko'rsatkich sohibiga aylanib, bronza medalni o'ziniki qilib olgan. Behzodbek kumush medalga ham ega chiqishi mumkin edi, ammo unga bor yo'g'i 2 soniya yetishmadi. Bahsda qozog'istonlik Maksim Papugayev eng yaxshi vaqt ko'rsatkichini qayd etgan bo'lsa, Tailand vakili Tula Torn Sosalam 2-o'rinni qo'lga kiritgan. O'zim yoshim bo'yicha birinchi chiqishim Osiyo chempionatiga qoniqarli, o'zim uchun keyingi yil birinchi o'rinda olib yurishga harakat qilamiz. Kunning so'nggi poygalari 40 kilometr masofadagi 23 yoshgacha bo'lgan erkaklar o'rtasida o'tgan individual time trial yo'nalishidagi bahslar edi. Bunda o'z kuchini sinab ko'rgan hamyurtimiz Dilmurodjon Siddiqov 4-natijani qayd etib, shohsupadagi o'rinlarga juda yaqin kelganda. Bu yo'nalishdagi chempionlik qozog'istonlik sportchi Yevgeniy Fyodorovga 49 daqiqa 48,28 soniya natija bilan nasib etgan bo'lsa, ikkinchi va 3-o'rinlar Xitoy Taipei hamda eronlik velosportchilarga nasib etgan. Musobaqaning 3-kuni 25-aprel sanasida Masters kategoriyasida erkaklar va ayollar o'rtasidagi time trial poygalari bo'lib o'tadi. Shuningdek, 23 yoshgacha bo'lgan Women Elite hamda time trial Men Elite yo'nalishlaridagi poygalar ham aynan mana shu kuni bo'lib o'tadi. UzReport TV telekanali 39-Osiyo chempionati bahslaridan eng qiziqarli jarayonlarni jonli tarzda tomoshabinlar e'tiboriga havola etishda davom etadi.